Topik imtihoniga atigi 1 oy tayyorlanib, 5 darajasini qo'lga kiritdim va quyida sizga o'z amaliy tavsiyalarimni keltirib o'tmoqchiman. Avvalo, qaysi topikni topshirmoqchiligingizni va sizga qaysi daraja kerakligini yaxshilab aniqlab oling. 2. Topik formati bilan tanishib chiqing. Vaqt cheklangach, shuning uchun test texnikasini o'rganish juda ham muhim. 3. Leksika va grammatikani mustahkamlash. Topik uchun eng ko'p uchraydigan 2000-6000 so'zni bosqichma-bosqich yodlab borishni tavsiya qilaman. Tavsiya qiladigan kitoblarim Topic Vocabulary in Use va Anki Quizlet kartochkalari. Grammatika. Har bir daraja uchun zarur bo'lgan grammatikani yodlabgina qolmay, misollar bilan qo'llashga harakat qiling. Kitob Korean Grammar in Use. Tinglab tushunishni rivojlantirish. Har kuni kamida 20-30 daqiqa topik audio matnlari KBS News Korean Podcast YouTube'dan ham tinglab eshitishingiz mumkin va albatta tinglayotganda kali so'zlarni ajratib olishga, savolni oldin o'qishga harakat qilib ko'ring. Keyingisi esa o'qish. Topik matnlari, gazeta sarlavhalari, e'lonlar, jadvallar va siz albatta matnni to'liq o'qimasdan asosiy ma'noni tushunib olishga harakat qiladigan texnikalardan foydalansangiz bo'ladi. 6. Yozish, ya'ni sizga eng muhim qism hisoblanadi. Har hafta kamida 2-3 essay yozing va tekshirtiring. 7. Mock testlar, ya'ni sinov imtihonlari. Haqiqiy imtihon formatida mashq qilish juda ham muhim. Oldingi yillar topik testlarini o'zingizga yuklab oling, vaqtni aniq o'lchab, ularni ustida ishlang. Tahlil qilish esa juda ham muhim. Nima xato qildingiz va qaysi tomoningiz juda ham zaif, shular ustida ishlang. Eng muhimi, imtihonda mukammallik emas, ball yig'ish strategiyasi muhim. Har kuni oz-ozdan, lekin uzluksiz o'rganishga harakat qiling va eng asosiysi koreyscha fikrlashni o'rganing. Omad!